Bugun onajonlarni xursand qiladigan zo'r oilaviy restoran ko'rsataman. Bugun onajonimni La Tambur restoraniga olib keldim. Bu yerdagi chiroyli atmosfera, milliy uslubda bezatilgan interyer, rassomchilik ishlari, qo'l mehnatlarini ko'rib, kayfiyatlari ko'tarildi. Birinchi bo'lib sariyada qovurilgan bedana go'shtini maza qilib yeb oldik. Keyin esa ikki xil turdagi somsalarini ham yeb ko'rdik. Taomlari juda mazali chiqibdi. La Tamburga ko'pchilik so'rab keladigan taom varaqchadan ham etdik. Adasi, kelmadingiz-da. Siz tomog'imdan o'tmayapti. A few moments later. Bu mazali taomlar qanaqa tomoqdan o'tmasligi mumkin? Kartoshka padamashni qarang, ko'rinishini o'zi mazaliligini aytib turibdi-yu. Xullas oilaviy kelib, har xil yig'inlarni o'tkazishga zo'r joy ekan. Kabinkalari juda ham ko'p, 10 dan ortiq. Ikkita katta banketning zali ham bor ekan. Haftaning ikkinchi yarmida har kuni kechki payt jonli musiqa ham bo'ladi. Narxlariga qiziqayotgan bo'lsangiz, Telegram kanalimga menyusini tashab qo'yaman. La Tambur restorani ertalab 10 dan kechki 11 gacha ishlaydi. Adresi Qazichilar mahalladan Kevrishda Voyenniy gospitalga yetmasdan 10 qo'lda. Bu videoni oilaviy gruppaga tez jo'natib qo'yinglar.